Oshqovoq xalqimiz sevib tanovul qiladigan vitaminlarga boy mahsulot. Astoydil mehnat qilinsa 1 gektar yer maydonidan 300-400 tonnagacha hosil olish mumkin. Bundan tashqari, chorva mollari uchun ham yaxshi ozuqa. Tomorqa maydonining chetlariga ekilgan oshqovoq bugun ko'zni quvontiradi. Har birining vazni o'rtacha 30 kg tosh bosadi. 100 tashabbus loyihasi doirasida qishloq xo'jalik agroxizmatlar markazi tomonidan oshqovoq urug'lari berilgan. Men ushbu dalamning dala chetiga oshqovoq urug'larini ekkanman. Hozir bugungi kunda bu oshqovoqlarimiz Gollandiyadan keltirilgan bo'lib, Mamman Gold. Bu asosan iste'mol uchun hisoblanadi. Buni o'rtacha og'irligi 30-35 kilogacha yetadi. Hozir bugungi kunda bu ekilganiga 70-80 kun bo'ldi. Hali bu o'suv davrida bu. Bu yana ham xo'sh vegetatsiya davri bu 140-145 kunda pishadi bu. Realizatsiyasi asosan bozor talabiga qarab. 2000 dan sotganingizda bu kami 25-30 kilo bo'ladi. Bu degani bir donasidan 50 ming, 55 ming so'm pul bo'ladi degani. Bir tup ko'chatdan 20 tagacha hosil tugayapti. O'rtacha 15 ta, 16 ta oshqovoq bitta tupda.